Leonardo da Vinci dunyoga danglik rassom bo'lib qolmay, u yana mashhur kashfiyotchi. Uning qo'lyozmasidagi nurg'un mulohizlar bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, ayni vaqtdagi fan texnik saviyasidan xilli olqib ketgan. Nursunning bu sondagi temasi bo'lsa, da Vincining davr olqigan kashfiyotlari. Mexanik chavandoz. Odam anatomiyasining mutaxassisi da Vinci har xil taqlidiy qurilmalarni loyihalashga ishtiyoq qilgan. 1995-yili u o'zining anatomiyasi va mexanika bilimlaridan foydalanib, bir alohida chavandoz soatni, ya'ni bu dubulg'i soatni o'zi harakat qila oladigan, o'zi tura oladigan, o'ltira oladigan, beshni aylantira oladigan, hatto qalpoqni ko'tara oladigan qilib loyihalagan. Chavandozning ichki qismi bir qator g'altak kabel va tishliq choqdan tuzilgan. Bu loyiha eng dastlabki mashina odam uqumining biri deb atalgan. 2002-yili NASAning mashina odam mutaxassisi Mark Rosen da Vincining qo'lyozmasiga asosan Rosen deb atalgan bu mashina odamni yasab chiqdi. Uning butunlay da Vinci texnikasiga o'xshash jonliq harakat qila oladiganligini bayqadi. Uningdan boshqa 15-asrda u yana yog'ochdan yasalgan shirni mashina prinsipi bo'yicha harakatlantirishni loyihalagan. Aytilishicha, ayni chog'da bu mashina shir o'zligidan podshoh tarafga qarab mangan, hamda uningga bir dasta gul taqdim qilgan. Atrofda qarab turgan kishilar to'pi hayron qolgan. Uchish mashinasi. Rivoyatlarda aytilishicha, da Vinci bu vaqtda bir burkut beshikning ustida to'xtamay agib yurganligi uchun u umr bo'yi uchishdan iborat bu ishga alohida ishtiyoq qilgan. Da Vincining qarashicha qushlarning uchish iqtidori ularning kuchli ko'krak muskuli bilan munosabatli ekan. Shunga u eng burun loyihalagan uchqunlarning hammasi shoferning ko'krak qismi va bilak muskuliga tayinib harakatlangan. Albatta, bu xil loyihaning uncha ilm-fan asosi yo'q, chunki uchqunchining badan safosini bek yuqori mo'ljallab o'tgan. Aytilishlarga qaraganda da Vinci bir shogirdini sinov qilishga buyurganda uchqun uchmayli qolmay yana putini sundirib o'tgan. Har xil qanot shaklidagi mashinalardan boshqa da Vinci yana bu xil burma qurilmali uchqunni loyihalagan. Uchish prinsipi tikuchar aeroplandan qisilgan havo orqali uchish bilan o'xshash bo'lib, lekin kishilarning qo'li bilan harakatlantirishiga tayinadi. Shu chog'dagi texnikalik orqa ko'rinish sababli da Vinci loyihalagan uchqunning amaliyotda birsimi uchib boqmagan. Biroq 1945-yili u yana mundoq bir parashutning shaklini kuchbulan shaklda qilib loyihalagan. Uning materiali yog'och ramka hamda daraxt yelimi surkalgan kanop. Qo'l yozmasidagi so'zlarga asosan qanchalik egizdan sakrasimi yarlanmaydi degan. G'avvoslar kiyimi. 1999-yili urush malmonchilikdan qutulish uchun da Vinci Milandan Venetsiyaga ko'chib kelgan. Suv bilan qo'rshilgan bu shaharda u suv eqini va paraxod choptiqlarini tadqiq qilishga boshlagan. Kishilar ilgari uning qo'l yozmasidan g'avvoslar kiyimining dastlabki rasmini topgan edi. Dastlabki chertyojga asosan bu xil g'avvoslar kiyimining maskasida cho'chqa terisi va bambukdan yasalgan ikki tal naycha suv yuzidagi yog'ochlarga tutashtirilib nafaslantirilgan. Ayni chog'da Venetsiya dushman davlatining hujumiga uchrab kelgachga bu xil g'avvoslar kiyimini Venetsiya askarlariga maxsus loyihab bergan. Ular bu orqali suv ostida uzoq vaqt yushirinib turib, buning bilan fursat tepib dushmanning jon paraxodini buza oladi. Bugungi mazmunlar mushu yerda yog'lashdi. Ko'pchilikning ko'rganiga rahmat.